Bugun men juda muhim mavzuni ko'taraman. Pensiya guvohnomasi faqat men pensionerman degan oddiy qog'oz yoki plastik karta emas. Ko'pchilik bu hujjatni javonda saqlab qo'yadi. Faqat dorixonada yoki navbatda ko'rsatish kerak bo'lsa eslaydi. Aslida esa pensiya guvohnomasi orqali siz bir qator imtiyozlar, yengilliklar va huquqlardan foydalanishingiz mumkin. Eng achinarlisi, ko'p odamlar bu imkoniyatlarni bilmagani uchun har oy pul yo'qotadi, ortiqcha to'lov qiladi yoki o'ziga tegishli yordamni olmay yuradi. Shu videoda men sizga pensiya guvohnomasining ular ko'p gapirmaydigan 9 ta yashirin imkoniyatini sodda tilda tushuntiraman. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlar uchun, balki ota-onasi, bobosi, buvisi pensioner bo'lgan har bir oila uchun kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim bandlarda juda muhim xatolar bor. Odamlar aynan shu xatolar sababli imtiyozdan mahrum bo'lib qoladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam bilsa, shuncha ko'p oila foyda ko'radi. Avvallari pensiya guvohnomasi asosan shaxsning pensiya olishini tasdiqlovchi hujjat sifatida ishlatilardi. Masalan, pensioner bankka borganda, poliklinikada, ayrim tashkilotlarda yoki ijtimoiy xizmatlarda shu guvohnomani ko'rsatardi. Ko'pchilikning tushunchasida bu hujjatning vazifasi shu bilan tugardi. Hatto ba'zi pensionerlar pensiyam kartaga tushadi. Guvohnoma menga nima uchun kerak deb o'ylaydi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Davlat xizmatlari raqamlashtirilmoqda. Ko'plab idoralar ma'lumotni elektron bazadan tekshiradi. Lekin amaliy hayotda pensiya guvohnomasi hali ham juda muhim. Chunki hamma joyda tizim bir xil ishlamaydi. Ba'zi xizmatlarda sizdan elektron ma'lumot emas, aynan guvohnoma so'rashadi. Ba'zi imtiyozlarda esa guvohnomani ko'rsatmasangiz, sizni oddiy fuqaro sifatida hisoblashadi va to'liq narx to'laysiz. Demak, hujjat borligi bir masala, undan to'g'ri foydalanish boshqa masala. Men amaliyotda ko'p uchratgan holat, odam pensiya oladi, lekin kommunal to'lov bo'yicha yengillikni rasmiylashtirmagan. Yoki sanatoriyaga yo'llanma olish huquqi bor, lekin buni bilmaydi. Yoki dorixonada ijtimoiy dorilar ro'yxati borligini eshitmagan. Natijada pensioner har oy 100 ming, ba'zan undan ham ko'proq mablag'ni ortiqcha sarflaydi. Bir yilga hisoblasak bu kichik pul emas. Birinchi imkoniyat. Pensiya guvohnomasi ijtimoiy maqomingizni tasdiqlaydi. Bu juda oddiy gapdek tuyuladi, lekin eng muhim nuqta shu. Agar siz yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsangiz, guvohnoma sizning tegishli toifaga kirishingizni ko'rsatadi. Ko'plab tashkilotlar aynan shu maqomga qarab chegirma, navbatsiz xizmat, yengillik yoki qo'shimcha yordam beradi. Masalan, 67 yoshli otaxon poliklinikaga boradi. U odatiy navbatda 2 soat turadi. Aslida ayrim tibbiyot muassasalarida pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar uchun alohida tartib bo'lishi mumkin. Agar u guvohnomasini ko'rsatib, men pensionerman, menga belgilangan tartibda xizmat ko'rsatish imkoniyati bormi deb so'rasa, ko'p hollarda unga yo'l ko'rsatishadi. Bu yerda gap janjal qilishda emas, o'z huquqini xotirjam talab qilishda. Ikkinchi imkoniyat. Tibbiy xizmatlarda yengilliklardan foydalanish. Pensiya guvohnomasi ayrim holatlarda bepul yoki imtiyozli tibbiy xizmat olish uchun asos bo'lishi mumkin. Albatta, hamma xizmat ham hamma pensionerga bepul degani emas. Bu juda muhim. Imtiyozlar odatda toifa, kasallik turi, hududiy dastur, shifokor xulosasi va amaldagi tartibga bog'liq. Lekin guvohnoma sizning birinchi tasdiqlovchi hujjatingiz bo'ladi. Masalan, pensioner ayol qon bosimi, qandli diabet yoki yurak kasalligi bilan hisobda tursa, poliklinikada u ayrim dorilar, tahlillar yoki mutaxassis ko'rigidan imtiyozli foydalanishi mumkin. Buning uchun u shifokordan aniq so'rashi kerak. Mening pensiya guvohnomam va tashxisim asosida qaysi bepul yoki imtiyozli xizmatlar bor? Ko'pchilik bunday savol bermaydi. Shifokor ham band bo'lgani uchun o'zi alohida tushuntirmasligi mumkin. Natijada odam pullik analiz topshiradi. Aslida esa mahalliy tartib bo'yicha bepul yo'llanma olishi mumkin bo'lgan bo'ladi. Uchinchi imkoniyat dorilar bo'yicha imtiyozlar. Bu eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan masala. Pensiya guvohnomasi dorixonada har doim chegirma beradi degan qoida yo'q. Buni to'g'ri tushunaylik. Lekin ayrim dorixonalar pensionerlar uchun chegirma kunlari, ijtimoiy narxlar yoki maxsus dasturlar qiladi. Bundan tashqari, ayrim kasalliklar bo'yicha bepul beriladigan dori-darmonlar ro'yxati bo'lishi mumkin. Bu jarayonda guvohnoma, pasport yoki ID karta
shifokor retsepti va ambulator karta ma'lumotlari kerak bo'ladi. Oddiy misol. Pensioner har oy bosim doğrusiga 1,000 so'm sarflaydi. U poliklinikadagi oilaviy shifokordan imtiyozli dori ro'yxatini so'rasa, dorining bir qismini bepul yoki arzonroq olish imkoniyati chiqadi. Hatto oyga 50,000 so'm tejalgan taqdirda ham yiliga 600,000 so'm bo'ladi. Bu pulga kommunal to'lovning bir qismi yopiladi yoki boshqa zarur xarajat qilinadi. 4-imkoniyat. Kommunal xizmatlar va mahalliy yordam dasturlari. Pensiya guvohnomasi ba'zi hollarda ijtimoiy yordam yoki subsidiyalarni rasmiylashtirishda kerak bo'ladi. Bu yerda yana bir muhim nuqta bor. Kommunal to'lov bo'yicha yengilliklar hamma pensionerga avtomatik berilmasligi mumkin. Ko'pincha oilaning daromadi, yashash sharoiti, yolg'iz yashashi, nogironlik holati, mahalla xulosasi yoki boshqa mezonlar hisobga olinadi. Masalan, 72 yoshli ona yolg'iz yashaydi, pensiyasi 1,1 so'm, qishda gaz va elektr to'lovi oshib ketadi. U men pensionerman deb uyda o'tirsa, hech narsa o'zgarmasligi mumkin. Lekin mahallaga borib, ijtimoiy yordam, moddiy yordam yoki subsidiyaga ariza bersa, undan pensiya guvohnomasi, pasport, kommunal to'lov kvitansiyalari, yashash joyi haqida ma'lumot va bank kartasi so'raladi. Shundan keyin uning holati ko'rib chiqilishi mumkin. Demak, guvohnoma bu jarayonda eshik ochadigan asosiy hujjatlardan biri. 5-imkoniyat, transport va yo'l xarajatlarida yengillik. Ayrim shaharlarda, ayrim yo'nalishlarda yoki alohida toifadagi pensionerlar uchun jamoat transportida imtiyozlar bo'lishi mumkin. Bu imtiyozlar hududga qarab farq qiladi. Men har doim aytaman, eshitgan gapga emas, mahalliy transport boshqarmasi, hokimlik yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilot ma'lumotiga tayaning. Lekin pensiya guvohnomasi bo'lmasa, siz bunday imkoniyatni tekshirtira olmaysiz. Misol uchun, bir kishi haftasiga 3 marta shifoxonaga qatnaydi. Har borib kelishga 12,000 so'm sarflasa, oyiga 1,4 so'm chiqadi. Agar u o'z hududida pensionerlar uchun yo'l chiptasi, chegirma yoki maxsus karta borligini aniqlasa, xarajat ancha kamayishi mumkin. Bu ayniqsa shahar markazidan uzoqda yashaydigan, tez davolanishga boradigan pensionerlar uchun juda muhim. 6-imkoniyat, sanatoriy, reabilitatsiya va dam olish yo'llanmalari. Ko'pchilik pensionerlar sanatoriy yo'llanmasi faqat tanish-bilish bilan olinadi deb o'ylaydi. Aslida belgilangan tartibda muhtojlik, tibbiy ko'rsatma va navbat asosida yo'llanma olish mumkin bo'lgan holatlar bor. Pensiya guvohnomasi bu yerda sizning maqomingizni tasdiqlaydi, lekin yakka o'zi yetarli bo'lmaydi. Shifokor xulosasi, tibbiy karta, ariza, pasport va boshqa hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Masalan, insultdan keyin tiklanayotgan pensioner reabilitatsiyaga muhtoj. U faqat uyda dori ichib yursa, tiklanish sekin bo'ladi. Agar u poliklinikaga murojaat qilib, reabilitatsiya yoki sanatoriyga tibbiy ko'rsatma bor yo'qligini so'rasa, unga kerakli yo'nalish berilishi mumkin. Bu sog'liq uchun juda katta farq qiladi. Chunki ayrim muolajalar uy sharoitida qilinmaydi. Ularni mutaxassis nazoratida olish kerak. 7-imkoniyat. Bank kredit va xizmat ko'rsatishda alohida shartlar. Pensiya guvohnomasi bankda pensiya tushib tasdiqlashga yordam beradi. Ba'zi banklar pensionerlar uchun alohida karta, bepul xizmat, kamaytirilgan komissiya yoki maxsus omonat shartlarini taklif qilishi mumkin. Bu hamma bankda bir xil emas, lekin so'rab ko'rishga arziydi. Masalan, pensioner kartadan naqd pul yechganda komissiya to'laydi. SMS xabarnoma uchun oyiga pul ketadi. O'tkazmalarda xarajat bo'ladi. Agar u bankka borib, men pensiya oluvchiman, menga komissiyasi pastroq karta yoki pensionerlar uchun tarif bormi deb so'rasa, ba'zan foydaliroq variant topiladi. Oyiga 10,000 so'm tejalishi ham yilga 1,000 so'm degani. Bundan tashqari, omonat qo'ymoqchi bo'lgan pensionerlar foiz stavkasi muddatdan oldin yechish sharti va karta xizmat haqlarini albatta solishtirish kerak. 8-imkoniyat, huquqiy va notarial masalalarda e'tiborli xizmat olish. Pensiya yoshidagi insonlar ko'pincha meros, vasiyatnoma, uy-joy hujjatlari, aliment, qarz, kafillik, hadya shartnomasi kabi masalalarda aldovga uchrashi mumkin. Pensiya guvohnomasi bevosita barcha notarial xizmatni bepul qilmaydi. Lekin pensionerning ijtimoiy holatini ko'rsatadi va ayrim maslahat, yordam yoki huquqiy xizmatlarda imtiyozli murojaat uchun asos bo'lishi mumkin. Men ko'p ogohlantiraman. Pensioner hech qachon tushunmagan hujjatga imzo qo'ymasligi kerak. Bu oddiy qog'oz, faqat rasmiyatchilik, keyin tushuntiraman degan gaplarga ishonmaslik kerak.
Agar uy-joy bilan bog'liq hujjat bo'lsa, avval mustaqil yuristdan maslahat oling. Mahalla yuridik maslahat markazlari yoki davlat xizmatlari orqali qayerda bepul maslahat olish mumkinligini so'rang. Pensiya guvohnomangizni olib boring. Chunki sizning ijtimoiy maqomingiz ayrim maslahat tartiblarida ahamiyatli bo'lishi mumkin. 9-imkoniyat. Oilaviy nafaqalar. Qo'shimcha yordam va meros masalalarida dalil sifatida ishlashi. Pensiya guvohnomasi faqat egasiga emas, ba'zan oila a'zolariga ham muhim bo'ladi. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bola, nogironligi bo'lgan pensioner bilan yashayotgan oila yoki yolg'iz pensionerga qarovchi farzand ijtimoiy yordam uchun murojaat qilganda bu hujjat holatni tasdiqlashda ishlatiladi. Real holatni olaylik. Bir xonadonda kamida yoshli buvi, ishsiz kelin va 2 nafar maktab o'quvchisi yashaydi. Bu pensiya oladi, lekin oilaning umumiy daromadi baribir kam. Mahallaga yordam so'rab murojaat qilinganda faqat biz qiynalyapmiz deyish yetmaydi. Pensiya guvohnomasi, daromadlar, oila tarkibi, kommunal xarajatlar, sog'liq holati haqidagi ma'lumotlar birgalikda ko'rib chiqiladi. Shuning uchun guvohnoma yo'qolgan, eskirgan yoki ma'lumotlari noto'g'ri bo'lsa, yordam jarayoni cho'zilishi mumkin. Men birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlarga e'tibor qarataman. Chunki ular ko'pincha hujjat ortidan yugurishga qiynaladi. Navbatlarda turishi qiyin, internetdan foydalanmaydi. Bunday insonlar uchun farzandlari yoki qo'shnilari yordam berishi kerak. Pensiya guvohnomasini tekshirib ko'ring. Familiya, ism, tug'ilgan sana, pensiya turi to'g'ri yozilganmi? Hujjat yaroqli holatdami, yo'qolmaganmi? Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda imtiyozlar ko'proq bo'lishi mumkin, lekin hujjatlar ham ko'proq talab qilinadi. Faqat pensiya guvohnomasi emas, nogironlikni tasdiqlovchi ma'lumot, tibbiy xulosa. Reabilitatsiya dasturi, shifokor tavsiyasi ham kerak bo'ladi. Agar hujjatlar tarqoq bo'lsa, odam har safar yangi ma'lumot olib kelishga majbur bo'ladi. Uchinchi guruh pensiyaga yangi chiqqanlar. Ko'pchilik pensiya tayinlangach, hammasi tugadi deb o'ylaydi. Aslida shu paytdan boshlab yangi savollar boshlanadi. Qaysi bank kartasi qulay? Qanday imtiyozlar bor? Tibbiy hisobga qanday turiladi? Sanator navbati bormi? Kommunal yordam mumkinmi? Pensiya guvohnomasini olgan kuningizdan boshlab uni oddiy hujjat emas, huquqlaringiz kaliti deb ko'ring. Kimlar xavotir qilmasligi mumkin? Agar siz pensiya guvohnomasini to'g'ri olgan bo'lsangiz, pensiya muntazam tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz tartibda bo'lsa va barcha imtiyozlarni tekshirtirib chiqqan bo'lsangiz, ortiqcha vahima kerak emas. Lekin yiliga kamida bir marta o'z holatingizni qayta tekshirish foydali. Chunki tartiblar, mahalliy dasturlar, bank tariflari va tibbiy ro'yxatlar o'zgarishi mumkin. Eng katta xato, men pensionerman, demak hamma narsa menga bepul deb o'ylash. Yo'q, bunday emas. Har bir imtiyozning o'z sharti bor. Ba'zisi faqat yolg'iz pensionerga, ba'zisi faqat nogironligi bo'lgan shaxsga, ba'zisi faqat kam ta'minlangan oilaga, ba'zisi esa faqat ma'lum kasallik bo'yicha beriladi. Shuning uchun bir joyda rad javobi olsangiz, sababni yozma yoki aniq tushuntirish bilan so'rang. Ikkinchi tuzoq, guvohnomani boshqa odamga berib yuborish. Pensiya guvohnomasi shaxsiy hujjat. Uni begona odamga, hatto men sizga yordam beraman degan kishiga ham ehtiyotsiz topshirmang. Ayniqsa pasport, bank karta, PIN kod va telefon SMS kodlari bilan birga hech qachon bermang. Hujjatlardan nusxa olish kerak bo'lsa. Qaysi tashkilot olayotganini, nima maqsadda olayotganini bilib oling. Uchinchi nozik jihat, imtiyozlar avtomatik ulanmaydi. Odamlar ko'pincha agar menga tegishli bo'lsa, o'zlari berishadi deb o'ylaydi. Amalda esa ko'p yordamlar ariza asosida ko'rib chiqiladi. Ariza yozmasangiz, sizning ehtiyojingiz tizimda ko'rinmasligi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, murojaat qiling, so'rang, hujjat topshiring, ro'yxatga kiring. 4-chi nozik jihat hududlar farqi. Toshkentda mavjud bo'lgan chegirma boshqa viloyatda bo'lmasligi mumkin. Bir tumandagi mahalliy dastur boshqa tumanda boshqacha ishlashi mumkin. Shu sababli internetdagi umumiy gap bilan cheklanib qolmang. O'zingiz yashaydigan hududdagi pensiya jamg'armasi bo'limi, mahalla, poliklinika, hokimlikning ijtimoiy bo'limi yoki davlat xizmatlari markazidan aniqlashtiring. 5-chi tuzoq, eski ma'lumotga ishonish. Qo'shnim 5 yil oldin olgan edi. Amakimga shunday deyishgan degan gaplar bugungi kunda ishlamasligi mumkin. Qonun va tartiblar o'zgaradi. Shuning uchun har bir masalada hozirgi amaldagi tartibni so'rang. Agar telefon orqali javob noaniq bo'lsa,
shaxsan boring yoki rasmiy sayt va portal orqali tekshiring. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Pensiya guvohnomangizni toping va tekshiring. Undagi ism, familiya, tug'ilgan sana, pensiya turi va boshqa ma'lumotlar to'g'riligini ko'ring. Agar hujjat yo'qolgan, yirtilgan yoki ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, dublikat yoki tuzatish tartibini so'rang. Ikkinchi qadam, alohida papka tayyorlang. Men pensionerlarga doim bitta oddiy papka qilishni tavsiya qilaman. İchiga pensiya guvohnomasi nusxasi, pasport yoki ID karta nusxasi, bank rekvizitlari, tibbiy xulosalar, dorilar ro'yxati, mahalla ma'lumotnomalari va arizalar nusxasini solib qo'ying. Har safar idoraga borganda hujjat izlab qiynalmaysiz. Uchinchi qadam, poliklinikaga boring va aniq savollar bering. Shifokorga shunday deng: men pensionerman, mening tashxislarim bo'yicha bepul yoki imtiyozli dori, tahlil, mutaxassis ko'rigi, reabilitatsiya yoki sanatoriy yo'llanmasi bormi? Bu savolni umumiy emas, yozib olib bering. Javobni ham yozib oling. Agar kerak bo'lsa, qaysi xona, qaysi bo'lim, qaysi hujjat kerakligini so'rang. To'rtinchi qadam, mahallaga murojaat qiling. Agar daromadingiz kam bo'lsa, yolg'iz yashasangiz, kommunal to'lovlar og'irlik qilsa yoki dori xarajati ko'p bo'lsa, mahalla fuqarolar yig'iniga boring. Menga ijtimoiy yordam, moddiy yordam yoki subsidiya bo'yicha qanday imkoniyatlar bor deb so'rang. O'zingiz bilan pensiya guvohnomasi, pasport, kommunal kvitansiyalar, tibbiy hujjatlar va bank kartasi rekvizitlarini olib boring. 5-qadam. Bank shartlarini tekshiring. Pensiya tushadigan bankingizga boring yoki kol markaziga qo'ng'iroq qiling. Pensionerlar uchun karta xizmati, SMS xabarnoma, naqd pul yechish, o'tkazma, omonat va kredit shartlarini so'rang. Agar boshqa bankda foydaliroq shart bo'lsa, pensiyani qayerga o'tkazish tartibini rasmiy ravishda aniqlang. Faqat foizga qaramang, komissiya va yashirin to'lovlarni ham so'rang. 6-qadam, har bir murojaatni yozma qiling. Og'zaki gap unutiladi, yozma ariza esa iz qoldiradi. Arizada ism, familiyangizni, manzilingizni, telefon raqamingizni, pensiya oluvchi ekaningizni va nima so'rayotganingizni aniq yozing. Masalan, menga pensioner sifatida kommunal to'lovlar bo'yicha mavjud yengilliklar va ijtimoiy yordam turlari haqida ma'lumot berishingizni so'rayman. Arizaning nusxasini o'zingizda qoldiring. 7-qadam. Yaqinlaringiz bilan birga harakat qiling. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ulardan pensiya tushyaptimi deb so'rashning o'zi yetmaydi. Guvohnomasi bormi? Dorilarni qayerdan olyapti? Poliklinikada hisobdami? Mahallaga murojaat qilganmi? Sanatoriy navbatini so'raganmi? Bankda ortiqcha komissiya to'lamayaptimi? Shularni tekshiring. Ba'zan farzandning bir kunlik yordami ota-onaga 1 yil davomida foyda beradi. Pensiya guvohnomasi oddiy hujjat emas. U tibbiyot, dorilar, kommunal yordam, transport, sanatoriy, bank xizmatlari, huquqiy maslahat va ijtimoiy yordam masalalarida sizga kerak bo'ladigan asosiy tasdiqlovchi hujjatlardan biridir. Eng muhimi, imtiyozlar ko'pincha o'z-o'zidan kelmaydi. Siz so'rashingiz, ariza berishingiz, hujjatlarni yig'ishingiz va o'z huquqingizni xotirjam talab qilishingiz kerak. Bugun men aytgan 9 ta imkoniyatdan hech bo'lmaganda bittasi sizga yoki yaqinlaringizga foyda bersa, bu videoni ko'rish bejiz bo'lmagan bo'ladi. Izohlarda yozing. Siz pensiya guvohnomasi orqali qaysi imtiyozdan foydalangansiz yoki qaysi masalada qiynalyapsiz? Balki keyingi videoda aynan sizning savolingizni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki ko'p odamlar o'ziga tegishli yordamni faqat bilmagani uchun olmayapti.